Assalomu alaykum barchaga. Mana hozir sezon bo'lganligi uchun bedalar ham pishgan. O'tlar mana kasilkaga ehtiyoj bo'ladi. O'shaning uchun rotorli kasilkalarimizni tavsiya qilib qolamiz. Yana boshqacha varianti bor. Buni ham hozir ko'rsatamiz. Mana bunaqa kasilkalarimiz ham bor. 4 ta toshbaqali, 5 ta, 6 taliklarigacha bor. Sochib ketmaydi, bitta joyga o'rtaga uyib ketadi. Pichoqni almashtirib bemalol ishlataverasiz. Pichoqlari alohida sotiladi. Sezonga, ikkita sezonga ishga qarab bo'laveradi. Ulab olib kardanlarigacha bor. Traktor tanlamaydi, eng asosiysi Belarusmi, xohlagan traktorga ulab bemalol ishlatsa bo'ladi. Ishni osonlashtiradi, ish unumdorligi yaxshi bo'ladi. Bir xil tekislikda o'rib ketadi. Bedami, senajmi, shunga o'xshagan o'tmi farqi yo'q. Xohlaganlar uchun senaj bo'lganligi uchun shoshilib qolamiz do'stlar. Sababi bular ham hozir yaxshi ketyapti, ko'sa emasin. Sizlarga tavsiya qilib qolamiz. To'la turlari xohlagancha, istalgancha, kimdir peritsina qilar, kimdir variant xohlaydi, kimdir naqd pulga oladi. Hammasiga sharoit qilib beramiz. Mana bunaqa katta rotorliklarga qiziqadi ko'pchilik, o'sha katta rotorliklari ham bor. Do'stlar, nomerlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xohlaganlar uchun sharoit ham qilib beraveramiz. Bitta like bosib